Assalomu alaykum biyogamiz Kaliforniya yomg'ir cho'lchang muxlislari. Mana bugun cho'lchanglarimizda ko'chirish jarayonlarini biyogimizlar ilash jarayonlarini o'tkazamiz inshaalloh. Biyogimizga Kaliforniya cho'lchanga qiziquvchi o'rtoqlar like tugmachalar bosib qo'yamiz. Videomiz keng tarqalishini o'z hissalarini qo'shgan bo'lasizlar inshaalloh. Hamda 100% tayyor bo'lgan biyogimizlarimizni qanday tayyorlash, cho'lchanglar qanday ko'paytirish sirlarini o'rgatib o'tamiz. Mana shunday biyogimizlarimiz o'ta sifat darajada tayyor bo'lgan, granular holatda 100% tayyor bo'lgan. Pashti 1 yil 1,5 davomida cho'lchanglarimiz obработka qilgan. Mana bu yerda tayyor biyogimizlarimiz inshaalloh hamda yaratib qo'yibmiz. Namlik o'ta kuchli darajada bo'lgani uchun quyoshga sergitib, quritib keyin elash jarayonlarini o'tkazamiz. Mana shu 5 lik elaklarda elab klientlarimizga yetkazib beramiz. Oddiy mol go'ngidan daromad qilaman degan o'rtoqlar bo'lsa, cho'lchang biznesini boshlayman degan o'rtoqlar bo'lsa, ekranga nomerlar qo'yib qo'yamiz. Bemalol qiziqtirgan savollar bo'lsa, murojaat qilishingiz mumkin. Har videoda har xil kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Sog' bo'lamiz, salomat bo'lasizlar.